Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Andijon MFYdagi 55-22 konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sarimsoq piyoz ekilgan. Maydoni hajmi 10 gektar, uzunligi 500 metr, bo'yi 200 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy uslublar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda sarimsoq piyoz ekinlari unib chiqqan. Yetishtirish davomida tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 50 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun 0,20 gektar yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Maqsuda Nabijonova fermer xo'jaligi biriktirilgan. Loyihani amalga oshirish uchun yetarli bilimi va ko'nikmalariga ega. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 10 tonna, jami 100 tonna hosili olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yetishtirib olingandan so'ng navbatda ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.